Yurtimizda qaysi mashinani eng populyarni topga chiqqan mashina deb atashadi? Buni ahmoq ham biladi. Spark deb aytadi. Ahmoq emas ekan. Ahmoq to'g'ri yo'lda ekan. Men obzorni boshlayman. Spark mexanika. Yili kelsak 2013-yilda ishlab chiqarilgan mexanika oppoq rangda Sparkimiz kelib qoldi. Atsigini kroslarni, mana paralarni qarang, mordasini qarang, jablatib qo'yibdilar. Balonlari ham yomon emas. 30-40% yaxshi balonlari. Kraskasiga kelsak, kraskasi mana mashinadan shuna uzilgan ekan. Mashqulli kraska ekan, bilinib turibdi. Salonga kelsak, salonlari ham yomon emas. Ikkinchi pozitsiya bo'ladi. Evakor poli qo'yilgan. Chexoli olib tashlabdi. Mexanika, kondyor ishlab turibdi, maydafonlar ishlab turibdi. Probiga kelsak, 238 ming yurgan. Salonlari yomon emas. Holati yaxshi. 3-pakalina gazi ham bor ekan. Qirilgan joylar yo'q ekan. O'zingiz uchun oynasini tonirovka qilib qo'ysanglar, jay boshqacha bo'lib qoladi Sparkimiz. Oq boshqachada. Laboy ishi bor ekan. Laboy alishtirib olsanglar, kanal bo'lib qoladi. Mo'yka bo'lgan, ichi parlangan ekan. Motorlari kelsak, motorlar yomon emas, bir tekis turibdi. Holati zo'r ekan. Egalari aytibdilar, texnik ishi yo'q, korobkalari, hadovoylari hamma yog'i joyida deyaptilar. Yana o'zingiz uchun arzoncha bolalar kanalga kelib, ustidan olib kelib, yana bir sir tekshirtirib olishingiz mumkin. Habsa bu legendarniy, populyarniy degan joylari bor. Qanchaga beraveramiz? 4400 ga beraveramiz, bosib olinglar.